Hammalaringni xabarlaring bor. Mana bu Mercedes'imda O'zbekistonda aylanib chiqqanman. Yaxshigina sevimli tulporimga aylanib qoldi. Biz O'zbekistonda aylanib chiqqanimizda har xil insonlarni ko'rdik. Hunari borini ham ko'rdik, hunarini yo'g'ini, ilmi bor, ilmi yo'g'ini ko'rdik. Men sizlarga tavsiyam endi o'zlaringlar bilasizlar-ku. Farzandlaringga yo hunar o'rgatinglar, yo ilm o'rgatinglar. Men hozircha sizlarga hunarni taklif qilaman, chunki bir hunarmand Islom akam oldida turibmiz. Namanganda Uchqo'rg'onda. Keling, ko'rsat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qarang, inson farzandiga yo bilim, yo hunar o'rgatish kerak. Sizda hunar bor ekan. Yosh farzandlarga, kelajak avlodlarga qanaqangi hunarlarni tavsiya qilasiz? O'zingizdan kelib chiqib. Bizda hozir endi zamon talabiga mos, ana oddiy pena blok, gaza blok ishlab chiqaramiz. Ha. Keyin ashna apparatlarni ham sotamiz. Ha, ishlab ham chiqarasiz, apparatini ham sotamiz. Shunga hozir ko'p, masalan uchun ko'p qavatli uylar tushyapti, zamon rivojlanyapti. Oldingidaqa xomg'ish, loy ishlatilmasdan turib, ashlar to'xtayapti. Gaza blok bilan pena blokka o'tib ketyapti, qora aka. Shunga og'rib cho'kib ketmaydi. Yo'q, u ham og'ir bo'ladi, keyin ana ularga qaraganda, xomg'ish ularga qaraganda bu issiq bo'ladi. Pishiqligi. Ketdigan tomosha qilamiz. Endi qora aka bu yerda har xil biznes borda, sharoitga qarab kimdir, misol uchun 5000, 6000 dollar, kimdir 10000 dollar qiladi. Biz odamlar o'ylab mana hozir pena blok, gaza blok, tomga pena qo'yish 3 xil biznesni bitta apparatdan chiqarganini o'ylab qo'yganmiz yo tayyorlaganmiz qora aka. Har xil apparat olavermaydi, bitta apparat oladi. Misol uchun pena blok o'zini apparatini olsa 900 dollar. Gaza blok o'zini apparatini olsa 1500 dollar. O'pish qancha bo'ladi? 2400 bo'ladimi? Biz 1500 dollarga ham pena blok, ham gaza blok bekarchi payt, misol uchun hozir uylarga oldin loy suvoqdan qilinadi, loy suvoq. Tomlar. Tom suvoq. Ashlar o'rniga pena suvoq qiladigan apparat ham bor. Misol uchun menga tomga pena quyish apparatini o'zi kerak desa, misol uchunda 300 dollar qilyapmiz. 300 dollar. Nimalar bor deganda pena generator, kompressor, mikser, rastor bo'chkalar bo'ladi. 300 dollar plus dastavka. Mana bir oy ichida dastavka qilib, uyga borib, o'rnatib, quyib, o'rgatib kelinadi. Plus oldindan 500 ming, 1 million, 200 ming tashlab berasiz deyilmaydi qora aka. Hunarni o'rganib olib. Jo'natavering uka, apparatingizni kelasiz, uydan o'rgatasiz, pulni uydan olib ketaverasiz, shu odam lavziga ham ishonaveramiz. Akamizga desbek, bizni farzandlarimizni o'ylab, jon kuydirib, shuncha narsani ixtiro qilibsiz. Bu qoyil qoldim. Endi komplektda qora aka nimalar bor deganiga 1500 dollarga ham pena blok, ham gaza blok, ham tomga pena quyish apparati mana. Bitta suv suv nasos, gaza blokka suv isitish uchun tentlari ham bo'ladi. Bu qolipdan 3 ta bo'ladi. 3 ta dona qolip bo'ladi. Qoliplarimiz ham rossiyskiy listdan yasalgan, qalinligi 3 mm, 3 tadan oshig'i bor, profillari ham qalin qora aka. Ochilib yopilishi rezbali. Oldingi endi sizlar tushunasizlar, tushunmaysizlar, oldingi qolipdan bu yangi vipiska. Qisqasi yangicha oldin gaza blogi qolipi misol uchun manaqa bo'lardi. Mana hozir ham bizdan bor. Bundan kerak bundan, naringdan kerak naringdan bor. Har bitta g'ishi mana ara orqali kesilardi. Buni yaxshi tarafi kesilmaydi, tayyor holatda chiqadi. Dona holatda. Mana eshigini pritsepnoyini yonib turib qo'yib surib olinaveradi. Endi qarang. 3 ta qolip, arrasi bor, mishalkasi bor. Mishalkasi motori ham yangi, mis obrodka, ichi alyumin mis. Keyin pena generator ash narsa mashina, mana shu 1 oy ichida 1500 dollarga dastavkasi bilan, vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Agar ilojini qila olsak, voha taraflarda ham misol uchun bitta apparatga dastavka qilib bera olmasak, misol uchun yana bitta zakaz tushadi bizga. Ikkita apparatni bitta qilib, dastavkani iloji boricha vodiy vohani ajratmasdan besplatni dastavka qilib berishga harakat qilamiz. Oxirgi savolim, mana shu uchovsini oldi kimdir? Qattiq ishlardi, zo'r ishlardi. Qancha g'ish chiqarib olsa bo'ladi bir kunda? Shu apparatlarni qancha pena bo'lsa chiqaradi? Mana pena bu bir kunda mana shu 3 ta qolib, mana shu komplektda 200 ta 250 ta bemalol chiqarsa bo'ladi. Siringizni ochaverasizmi? Bemalol. Pena bo'lgan necha pul qoladi? Shuncha xalq qilgan harakatiga. Bitta pena bo'lgan qora aka vahima qilmay gapiraman. Bor qog'oz ekran bilan telefon qilsa, qancha mahsulot ketishini tushuntirib beraman. Isbotlab bera olaman bemalol. Bitta pena bo'lgan misol uchun agar odam ishlatsa 4,5 ming so'm, odam
ishlatmasa, yo'q qarang, odam ishlamay, o'zi ishlasa 4,5 ming so'm. Odam ishlatsa 2,5 ming so'm foyda qiladi. Agar oylab ishlaydigan bo'lsa 4,000 4,5 bitta qishdan foyda qiladi. Endi gazobloydan qora aka, hozir penabloydan ko'ra gazobloyga talab ko'proq bo'lyapti. Chunki gazobloy mustahkamroqda penabloydan. Tushunarli. Gazobloydan bir donasiga odam ishlatsa 5 ming so'm, odam ishlatmasa 7 ming so'mdan qoladi. Ammo pul tayda olib ketarkan. Ha, yana bitta tarafini aytib qo'y. Faqat yaxshi tarafini aytmaslik kerak edi. Siz hozir aytdik, penabloyi bir kunda 200 litr chiqarish mumkin. Gazobloyga naqa chiqara olmaydi. Sababi qolipda 4 soat, 5 soatda qataydi. Penabloy quyasiz, 10 minutda olasiz. Gazobloy quysangiz 4 soat, 5 soat turgan sababi sement ko'proq qo'shuvchi sekinroq chiqadi. Qarang. Ya'ni kattaroq ob'yomda chiqadigan akalar sizlarga maslahatim, mana shu komplektni bitta borib qo'ysalar ham pulini chiqarib olar ekan. Keyin ag'ini sotaveradi. Ha, shunaqa. Endi boshlanayotgan biznes bu gazobloy. 1 yil, 2 yil, nari borsa 3 yil bo'ldi. Yana kelajagi bor bizneslardan biri qora aka. Undan tashqari mana avtomat liniya qilsa gazobloyga o'zi avtomatik kesib beradigan avtomat reskalar ham bor. Bu komplektlar ham bor. Katta haligi liniya qilib, beton qilib kuniga 500 ta 600 ta chiqaraman deydiganlarga bunaqasi ham bor. Keyin qora aka, faqat penabloyga o'zi menga gazobloy chiqarish shart emas deganlarga penabloy o'zining ham komplektlari bor. Har xil assortiment bor. Bu videoda yo'q qoliplarni misol uchun ko'rgan bo'lsangiz qoliplarni yasaveramiz. Qarab turing qora aka, endi tushuntiraman. Penabloy Euro turbali. Bu chiqqanda bir-biriga chok bosib urilaveradi, o'rtasida yuzli teshik bo'ladi. Yuz turban. Ichiga rastor quyib, bahonatroq bo'ladi kalonni. Endi qarang, aytib ketaman, tez-tez $1000 O'zbekiston bo'ylab dastavka. $950 Lego. O'zbekiston bo'ylab dastavka. $900 penabloy ABShni 4 chiqadigan eng standart razmer $900 O'zbekiston bo'ylab dastavka. $800 penabloy ABShnisi bu ham O'zbekiston bo'ylab dastavka. Har bitta komplektda 3 ta qolip bo'ladi. Kompressor, mikser, bu mono kolonna, bu sesma poyez. Uylar bitirgandan eng tepasiga shuni qo'yadi blogini. Ichiga armatura tashlab beton qo'yib qo'yadi. Mana shu komplekt, mana shu turish komplekt bo'lyapti hozir. Mana shu turish komplekt bo'lyapti. Mana pena generator, lato, kolonna 3 ta qolib, rastor bo'lishga, kompressor, mikser, qolip yog'lash uchun pulzator. Nech pul dedingiz? $900. 900. Buyog'i, $1000 bilan bemalol biznes boshlab olsa bo'lar ekan. bu tarafi Qoraqalpoq Xorazmgacha. Dastavka besplatniy. O'zbekiston oxiriga ham, u tarafi Surxondaryo, Qashqadaryoga ham aytilgandan keyin yetkazib boramiz iloji boricha qora aka. Undan tashqari, misol uchun avtomat liniyalar bo'lsa, mashinani ko'rsatib qo'ya qolamiz. Avtomat dressiya qilib, zavod holatida ham qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, mana o'zimizga ham o'zimiz ishlab chiqarib, bloglarni sotamiz. 3-4 ta, 2 ta odamni ish bilan ta'minlaymiz deb turib, o'zimiz ham quryapmiz. Bundan nechta chiqarib olsa bo'ladi bir kunda? Bir kunda 1000 ta chiqaradigan liniya qilyapmiz. Kattaroq ob'yomda ishlaydiganlar katta ob'yomli qilib ham chiqarib berishaverar ekan. Ha, shunaqa. Qo'yil. Aka, ishlaringiz omad, xursand bo'ldim. Havas qildim, bizni ham o'g'illarimiz, farzandlarimiz sizga o'xshab tadbirkor bo'lsin, puli ko'payib ketaversin. Allohim. Videoga like bosib, hammaga to'g'ri ma'lumot berdik. Yana qolib ketgan narsa bo'lsa, bemalol ekrandan mobil telefon qilaverasizlar. Agar o'zingizlar penabloy yoki gazobloy apparat bo'lib turib, tushunmagan ma'lumotlar bo'lsa ham xotirjam so'ranglar. Biz bilgan narsani o'rgatib qo'yamiz sizlarga. Oxirgi savol, buzilsa tuzatib berasizmi? Tuzatib beramiz qora aka. Biz nima bo'lsak, sizni obunachilarga yaxshi narsani o'rgatamiz. Poddeshka uchun boshqa qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston keladi bizga. Shunga biz o'zbeklar ham bir-birimizni poddeshka qilsak, like bosib, uka omad deb turib, bitta like bossa 5 sekund vaqt ketadi, video ko'proq odam keladi. Tuzatishga ham yordam berar ekanlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatib, tekshirib turganingiz uchun katta rahmat. Ushbu videoda ko'rganingizdan keyin albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki foydali ma'lumotlar juda ham ko'p bo'ladi bizda.